Bismillah. Mana. Yaqinroq ko'rsatayman. Hozir buni bo'shtirib qo'yadigan narsa bor. Mana shu holatda bo'shtirib qo'yamiz hozir. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga va'da qilingan mavzu gazobloklar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Azizlar, O'zbekistonda gazobloklarning ikki xil turi mavjud: mahalliy va avtoklav. Bularda qanaqa farqi bor, narxlari nech bo'lishi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchimiz va gazoblokdan uy qurmoqchi bo'lganlar qaysi biridan uy quraylik, qaysi biri zo'r degan savollarni ham berishyapti. Va adashmovchilik bo'lyapti. Oq gazoblokni ko'rganda bu gipsoblok degan fikrga borishyapti. Shular haqida ham sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tmoqchimiz va video davomida bularni eksperiment ham qilib beramiz. Ya'ni suvga solib 5 daqiqa ichida to'liq suvga bostirib qo'yilgan holatda qancha kilogramm suv qo'shadi, o'ziga qabul qiladi. Shularni ko'rsatib beramiz va ko'pchilik uy qurgandan keyin u bu narsa ilaman, samarez qatirsam bo'ladimi degan savollar berishadi. Ikkalasiga bir xilda samarez qotirib 10 kilo 15 kilo yukni ilib ko'rsatib beramiz, ko'tara oladimi yo'qmi. Shular haqida ham sizlarga tushunchalar berib o'tiladi. Va avtoklavniy gazoblok bilan mahalliy gazobloklarda nima farqi bor? Xudo xolasa sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tmoqchimiz. Azizlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, klass tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Azizlar, klass bossanglar xuddi shunaqa video izlab yurgan odamlarga yetib boradi xolos. Va kanalimizda mehmon bo'lsanglar, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor, bossanglar bizga obuna bo'lasizlar. Obuna bo'lib qolganlardan keyin bizda har kuni shunaqa foydali videoroliklar chiqib boradi. Ya'ni uy qurish to'g'risida, biznes qilish to'g'risida shunaqa videoroliklarni birinchilardan tomosha qilishingiz mumkin. Bo'lmasam video chozmasdan boshladik. Birinchi bo'lib avtoklavniy gazoblok haqida gaplashmoqchimiz. Azizlar, avtoklavniy gazoblokdan xuddi shunaqa razmeri bor ekan, lekin biz topa olmadik. Endi videomiz cho'zilib ketmasligi uchun keyingi muddatga mana shundan foydalanib qo'ya qoldik. Lekin zakaz qilsanglar xuddi shunaqa razmerda ham chiqarib berishligi mumkin. Avtoklavniy gazoblok nimaga avtoklavniy? Buni farqi seriyolari ham boshqa. Bu gazoblokdan biroz farq qiladi seriyolari. Ular haqida endi uzoq videorolik tayyorlash kerak, ko'p bo'lib ketadi. Faqat sizlarga farqni aytib o'tamiz. Bu chiqarib olingandan keyin pishiriladi. Ya'ni avtoklav degan narsa bor. Avtoklavni ichiga kirgizilib, juda yuqori bosim ostida parda pishiriladi. Nechadir soatini bilmayman. Shuning uchun bu dunyo standartlariga javob beradigan, ya'ni o'sha Star House, Murad Buildings degan katta-katta qurilish firmalari bor. Xuddi shu qurilish firmalari ishlatadigan gazoblok mana shu bo'ladi. Ya'ni oq rangligini ko'rgansizlar katta baland binolarda. Xuddi shuni mana shunaqa gazoblokdan foydalanish, ya'ni avtoklavniydan. Bu esa o'zimizning mahalliy gazoblok. Bu ham sifati gap yo'q. O'zining narxiga sifati zo'r. Xudo xolasa azizlar, qaranglar. Birinchi narxni aytib o'taylik. Bu ko'rib turgan gazobloklarning razmeri 60 ga 30 20. Ya'ni o'sha standart razmerdagi gazobloklarda razmerdaqa. Buni ham xuddi shunaqa razmerda chiqarib berisha oladi. Kelinglar, narxiga to'xtalaylik. Ya'ni 100 metr fundamentga hisoblab beramiz. O'tgan videomizda qaranglar, 100 metr fundamentga hisoblasa, eshik derazani hisobini chiqarmading-ku degan savollar berdi. Akalar, uni o'zingizlar chiqarib olasizlar. Biz faqat 100 metrlik shu eshik deraza chiqarib yuborilgan holatdagi fundamentga hisobladik xolos. Endi unaqa maydalashib ketmaylik. Faqat men sizlarga hisob kitob qilib beryapman. Maqtaganim yo'q, reklama qilganim yo'q, faqat sizlarga hisob kitobini qilib beryapman xolos. Bo'lamiz 0.60 ga 166 ta, 166 ni ko'paytiramiz. Boring 3 metrlik bo'ladi, 15 ga 2490 ta. 2,5 metr hisoblaymiz, ko'paytiramiz. 17 ming so'mdan sotishyapti. 42 million. 42 million so'm ushbu gazoblok. Endi bunga qo'shamiz 5 mingdan ustalar urib beradi. Ko'paytiramiz 2,5 ming dona. 12,5 million plus bunga 2,5 million plus va 42,5 million. 57 million 500 ming so'm. Ya'ni mana shu gazoblok 57 million 500 ming so'm atroflariga 1 million 2 million yo'q bo'lishi mumkin. 57 ming atroflariga fundamentga o'rnaydi. Eshik derazalar chiqarib yuborgan holatdagisini hisoblayapmiz. Endi avtoklavniy gazoblok. Bu gazoblok aytib o'tilganidek
Bunaqa gazobloklar o'rtacha 30 ming, 40 ming dollarlik stanoylarda chiqariladi, shunaqa liniyalarda. Bu gazoblok eng kami 1 million dollarlik stanoylarda chiqariladi. Eng kichkina zavodda ham 1 million dollarga qursangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, aynan mana shu gazoblok chiqargan zavod, endi nomini aytmayman, 10 yoki 15 million dollarga qurilgan zavodda chiqarilgan gazoblok. Aynan bu ko'rib turganinglar. Narxlari bir kubasi 800 ming so'm ekan, bir kubasi 800 ming so'm. Xuddi shu 60-30-20 daqiqa chiqarib beradigan bo'lsa, bir donasi 30 ming so'mga to'xtaydi ekan. Bir donasi 30 ming so'm. Endi 100 metrga buni ham hisob kitobini qilib beramiz. Xo'sh, 30 ming so'm, azizlar, 2,5 ming dona ketdi, ko'rdik. 2,5 ming dona hisopladik. Buni ham razmerini bir xil hisoblayapmiz. 75 million so'm. Endi buni 5 mingdan urishmas ekan. Bu gazoblok qimmat bo'lgani uchun qimmatroq urishar ekan. 7 ming so'm urishar ekan. 75 million bo'ldi. Endi 7 ming so'm ko'paytiramiz. 2,5 ming dona. 17 million plus 75 million so'm. 92 million. Bunga plus 2,5 million so'm. 95 million so'mga bu to'xtayapti. 57 million so'mga bu to'xtayapti. Azizlar, narxida juda katta farqi bor. Shuni evaziga sifatida ham farqi bor. Bu ham o'zining narxiga, sifati gap yo'q. O'sha sizlar Rossiyada, Qozog'istonda, Germaniyada ko'rgan gazobloklar mana shu bo'ladi, avtokolonnik gazoblok. Chunki bu gazoblokni ishlab chiqargan zavod Nemetskiy zavod, Toshkentda joylashgan. Shuning uchun Nemetskiy mahsulot deb aytib o'tyapmiz. Narxi shuning uchun qimmat. 10-15 million dollarlik stanoylarda chiqarilgan. Bu ham bo'lsa 30-40 ming dollarlik stanoylarda chiqarilgan. Bu ham 17 ming so'm. Menimcha sifatiga narxi juda ham zo'r. Lekin bu haqiqatda qimmat. Men sizlar tomonman, men xalq tomonman. Haqiqatda qimmat. Buni narxi boring 25 ming so'm bo'lganda ham mayli yaxshi bo'lardi. Endi arzonlashini kutib qolamiz. Tadbirkorlarda yana ham narxini tushirib, sifatini tushirmagan holatda narxini tushirishligini iltimos qilib qolamiz. Buni klientlari ham bor, buni o'zini klientlari ham bor. Azizlar, endi sizlarga samarasi qotirib ko'rsatib beramiz va suvga solib ko'rsatib beramiz. Azizlar, shirakka bloyda kilosini bilib olamiz. Voy, yomog'ir ekan, lekin 19 kilo. Kamerada uncha ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. 19 kilo ekan. Bo'ldi. Endi samarasi qotiramiz. Samarasini tayyorlab oldik. Necha razmerda ayrilgan bilmadim, lekin ikkalasiga bir xil razmerda samarasi qotirib olamiz. Birinchi o'la avtokolonga qatiraylik. Yaqinroq ko'rsating. Bo'ldi, buni qatirib oldik. Endi bunga qatiramiz. Bu yaxshi qatmay qoladi. Lekin bunga saqatirish ham qiyin ekan. Buni kuchi yetmay qoldi. Darkasroq ozroq ekan. Kuchi yetmay qoldi. Qo'yamiz. 19 kilolik shalaka blok. Bismillah. Mana. Yaqinroq ko'rsating mana. Orasini ko'rsating, orasida joy bo'ldi bo'lmadimi? Mana. Bitta ma'lumot o'rnida bu hech qanaqa maqtash emas. Mana shunchalik samarasi qatirib, mana shunaqa gazoblokka men o'zim osilib ko'rganman. 67 kiloman. Manchalik samarasiga o'zim osilib ko'rganman. Hech narsa bo'lmagan. Buni hisob nima uchun bunaqa desanglar, bu pishirilganda juda yuqori bosimda. Endi bismillah. Yaqinroq ko'rsating buni ham. Mana shunaqa holat. Endi bu o'zi eksperimentimiz o'zi to'g'ri kelmaydi standartga, chunki bularda o'zini maxsus qotiradigan narsalari bor. Bunaqa samolyot yordamida qotirishmaydi. Faqat bu eksperiment nimaga yordam beradi? Ikkalasining ichidagi zichligiga yordam beradi. Chunki bizda tekshiradigan zichli apparat, tekshiradigan apparatimiz yo'q. Shuni hisobiga mana shu orqali sizlarga ko'rsatib berdik. Endi qani olamiz, boshqatdan ilamiz. Bo'ldi. Bunga yana bitta ilib qo'yaraylikchi. Bo'ldi. Endi sizlarga suvga solib ko'rsatib beramiz. Ya'ni suvdan oldin kilosi qancha va bu qancha kilo suv emadi. Shuni ko'rsatib beramiz. Hop, endi kilosini tortib olamiz. Xo'sh. 21 kilo.
olib qo'yamiz. Bu razmeri birozgina kattaroq. Shuni hisobini olib qo'yasizlar. Suvda ham ko'proq emishi mumkin va hozir kilosi ham ko'proq chiqadi. Chunki mana shu razmerdagisini topa olmadik. Zakaz qilish kerak ekan uni. 10 kunlarda kelar ekan. Shunga kutib o'tirmadik 10 kunda. 25 kilo. 25 kilo 100 ekan. Bo'ldi, endi suvga solamiz. 5 daqiqadan hozir telefon olib kelinglar, menga soatni ko'rib qo'yaylik. Bir necha marta solamiz suvga. Hozir buni bo'shtirib qo'yadigan narsa bor. Mana shu holatda bo'shtirib qo'yamiz hozir. Gaza blogi qo'yib bering. Yo'q, bo'ladi. Bo'ladi. Soat ko'rsating. Qancha o'tdi? 45 ta suvdan olamiz. Mana 45 o'tdi, ya'ni 5 daqiqa bo'ldi solib qo'yganimizga. Endi suvdan asta-sekin bilan olamiz. Buni olib qo'ying Abdulloh. Bismillah. Buni ko'tarisharing menga. Qani? Necha ekan qarangchi? 27 yu necha? 70. 27 yu 700. Ya'ni 2,5 kilo suv emdi. 5 daqiqada olib qo'yamiz. Endi bu gazoblokda oling, mana uni qo'ying ustiga Abdulloh. Xo'p qo'ying. Bo'ldi. Soatga qarang. 46. Qarangchi. Necha? 46. 46 bo'ldi. Endi 51 da sizlar bilan ko'rishamiz. Mana 51 o'tdi. Ko'ryaptimi? Ko'rindi? 51. Ya bismillah. Yusuf kilosi necha kilo chiqdi buni? 22 chiqdi. Azizlar, keyingi videoda bilasizlar nima haqida video qilmoqchiman. O'zbekistondagi barcha bloglar bor, ya'ni 7 xilmi blog bor ekan O'zbekistonda. Xitoy blogi ham bor ekan, Xitoy gaza blogi va Palestina blog degani bor. Shu hamma gaza bloglar haqida, hamma bloglar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Narxi necha pul, qaysi biri sifatli? Yigirma 900, 950, 25, 22 da 3 kilo. Normalmi? Ha? Ikkalasi bir xil. Suv emishi demak bir xil. Pashtes. Chunki endi bu nisbatan ko'proq emdi, sabab buni yuzasi kattaroq. Shuni hisobga ham olish kerak. Agar buni yuzasi bunaqa bo'lganda, xuddi shunaqa, ya'ni birozgina kamroq emishi mumkinmidi? Bilmayman. Bu haligi fikrim. Va bu kattaligini hisobiga buni hozir mana shu kattasini narxi 36 ming atrofida chiqar ekan. Kattasini narxi 36 ming atrofida chiqar ekan. Agar mana shuni mana shunaqa razmerda qilsa 30 ming so'mga chiqarib berishar ekan. Bo'ladizlar. Bu yerda mana Palestina blok mahsulotini olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni xo'sh, bu blok bor. Bu yerda avtoklanik gaza blok, oddiy gaza blok va gipsa blok va Xitoy gaza blogi va oddiy pena blok bor. Shu hamma bloklarni to'plamoqchimiz. Hamma endi blokdan qurmoqchi, sababi tez ko'tariladi, suvoq qilmaymiz, hamma narsada ekonom qilamiz deyapti. Shularni to'plab, qaysi biri arzon, qaysi biri sifatli, shular haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Uning uchun kommentariyada yozib qo'yinglar. Sizlarga qiziqmi? Agar ko'pchilik qiziqish bildirsa, biz to'plab bir kun vaqtimizni ajratib videorolik qilamiz. Hali ham klass bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yinglar. Video ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz har kuni sizlarga shunaqa foydali video, xolisona videoroliklarni ko'paytirib boramiz.